Nogironligi bor insonlar bolalarini bog'chaga berishdagi imtiyozlar. Bu maqolada sen bolangni bog'chaga berishdagi imtiyozlar haqida bilib olasan. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirliklarining 2016-yil 23-avgustdagi 28-21 sonli qaroriga ko'ra, bog'cha uchun pul to'lashda ba'zi insonlarga imtiyozlar berilgan. Bog'cha uchun pul to'lashda imtiyozi bor insonlar, nogironligi bor ota-onalar, kam daromadli oilalar. Bog'cha pulini to'lamaydigan bolalar ro'yxatini tayyorlashda kerak bo'ladigan hujjatlar, mahalla beradigan oila mulki haqidagi ma'lumotnoma, bog'chadagi ota-onalar bilan ishlaydigan bo'lim xulosasi. Bog'cha pulini to'lamaydigan bolalarning ro'yxati har yili 25-sentyabrgacha bog'cha rahbarining buyrug'i bilan tasdiqlanadi. Pul to'lamaydigan bolalar ro'yxatiga kirmay qolgan bolalarning alohida ro'yxati tuziladi. Pul to'lamaydigan birorta bola bog'chaga bormasa, o'rniga alohida ro'yxatga olingan bolalardan biri qabul qilinadi. Sening farzandingda jismoniy yoki aqliy nogironlik bo'lsa, bog'chada bolangga kerak bo'ladigan narsalar uchun pul to'lamaysan. Seni bolangda gapirishda nuqsoni bo'lsa, eshitishda yoki 2 va 4 darajali karlik bo'lsa, ko'rishda nuqsoni bo'lsa, oyoq, qo'l, bosh, umurtqa va boshqa kasalliklar bo'lsa, sen bog'chada bolangga kerak bo'ladigan narsalar uchun pul to'lamaysan. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, senda 1 va 2 guruh nogironligi bo'lsa, bolangni bog'chaga joylashtirish uchun imtiyozli navbatga turish mumkin. Sen imtiyozli navbat xizmatidan Davlat xizmatlari markazi orqali foydalanishing mumkin. Davlat xizmatlari markazini ko'pchilik odamlar yagona darcha deb atashadi. Sen bolangni bog'chaga joylashtirishing uchun ariza to'ldirishing kerak. Arizani to'ldirishning 2 xil usuli bor. Davlat xizmatlari markaziga borib murojaat qilishing mumkin yoki mygov.uz internet manzilida masofaviy ariza to'ldirishing mumkin. Masofaviy ariza to'ldirish uchun sen my.gov.uz ga internet orqali kirib, telefon raqaming, pasport yoki ID pasporting ma'lumotlarini kiritib, ro'yxatdan o'tasan. Keyin o'zing yashaydigan joy nomini va bog'cha raqamini kiritasan. Keyin bolangni tug'ilganlik haqidagi guvohnomasining seriya raqamini yozasan. Shundan keyin seni boshqa kerakli ma'lumotlaring internet orqali aniqlanadi. Internetdan olingan ma'lumotlaringni to'g'riligini ko'rib chiqib, tasdiqlashing kerak. Ma'lumotlarni tasdiqlashing uchun sening telefoningga kod raqam keladi. Kelgan kod raqamini my.gov.uz ga kiritib, arizani onlayn yuborishing mumkin. Ariza topshirib bo'lganingdan keyin ekranda ko'ringan ariza raqamingni eslatma uchun biror joyga yozib olishing kerak. Ariza raqami keyinchalik ariza javobini bilishingda kerak bo'ladi. Arizangni javobini ko'rish uchun my.gov.uz orqali Mening arizalarim bo'limiga kirishing kerak. Mening arizalarim bo'limiga kirganingdan keyin ariza raqamini kiritsang, ariza holati senda ko'rinadi. Bog'cha to'lovidagi imtiyoz faqat davlat bog'chalari uchun amal qiladi. Insonlar o'zlari ochgan xususiy bog'chalar uchun bu imtiyoz amal qilmaydi. Sen bog'cha imtiyozidan foydalanishing uchun yo'llanma olishing kerak bo'ladi. Sen yo'llanma olishing uchun ariza to'ldirishing kerak. Yo'llanma olishingda imtiyozni tasdiqlovchi hujjatning asl nusxasini ko'rsatishing kerak. Sen to'ldirgan arizada yolg'on ma'lumotlar aniqlansa, senga yo'llanma berilmaydi.